Markaziy Osiyoda birinchi zamonaviy, to'liq siklli yadroviy tibbiyot markazini yaratish bo'yicha investitsiya loyihasini taqdim etishga ijozat bering. Bizning loyihamiz diagnostika, davolash, radiojarrohlik, radioterapiya, radionukleid terapiyasi va radiofarmatsevtikani bir tom ostida birlashtiradigan yuqori texnologiyali xalqaro tibbiy majmua yaratishni maqsad qilgan. Tibbiy klaster doirasida Yangi Toshkent tumanida 6 gektar yer uchastkasi sotib olindi. U yerda yadroviy tibbiyot markazi quriladi. Biz 2026-yilda betonlash va qurilish ishlarini boshlashni va 2027-yil oxiriga qadar loyihani yakunlashni rejalashtirmoqdamiz. Uskunalarning bir qismi allaqachon olib kelingan. Masalan, onkologik jarrohlik amaliyotlari uchun kiber pichoq stereotaktik tizimi O'zbekistonga yetkazib berilgan, sertifikatlangan va markaz qurilib, foydalanishga topshirilgunga qadar xavfsiz omborda saqlanmoqda. Yadroviy tibbiyot markazini yaratish O'zbekiston tibbiyot sohasini rivojlantirishda muhim qadam bo'ladi. Bu aholiga yuqori texnologiyali tibbiy yordamdan foydalanish, milliy kadrlarni tayyorlash va tibbiy turizmni jalb qilish imkonini beradi. Loyiha 30 milliondan 40 milliongacha kapital talab qiladi. Loyihaning ikkinchi bosqichida xuddi shu joyda proton terapiyasi markazini yaratishni nazarda tutgan.